bo'lyapti. Xo'p. Savollar ko'payib ketib qoldi, hurmatli kuzatuvchilar. Savollar shuki, nimaga biz taksistlarda kuniga birodek 400 ming, 500 ming, kimdir 300 ming topar, kimdir 600 ming, 700 ming topib turganlar ham bor. Nimaga shuncha pul topsak ham biz noliymiz, xafamiz, doim yetishmovchilik, qarzdamiz, shtraflardamiz degan savollar ko'payib ketib qoldi. O'zimdan kelib chiqqan holda endi men o'ylaymanki, pashti taksi ko'chada kira qilib turgan do'stlar, birodarlar, mana shu ko'chada yurganlar hammamiz pashti problemamiz plus minus bir xil. Kimdir mashinada yotadi, kimdir kvartirasini emas qilgan, kimdir hostelda yotadi, kimdir o'zini uyida ishlaydi, yashaydi, ishlaydi. Xo'p. Nimaga 400 ming, 500 ming topamiz? Buni hisoblasak, oyiga agar o'rtacha aytaylik 400 ming so'mdan deylik. Shu o'lik sezonni ham 400 ming so'mdan ishlasak, toza gaz-pazdan tashqari oyiga 12 million bo'ladi agar 30 ga ko'paytirsak. Endi shundan 30 ga bas 20 ga ko'paytiraylik. Выходnoylarimiz, damlarimiz bor. 20 ga ko'paytirsak 8 million pul bo'lar ekan. Xo'p, shu 8 million pulimiz bor oyiga toza deylik, shuni gazdan endi remontlarni keyin aytaman. Endi agar biz boshqa joyda ishlasak, oylikka ishlasak, o'rtacha oylik 8 million oyliklar ham bor Toshkentda. Uning uchun juda ham kerakli yoki o'qigan, bilimli bo'lishimiz kerak yoki qandaydir yaxshi hunarimiz bo'lishi kerak. Agar oddiy ishchi bo'lib ishlasak, men o'ylayman 4 million, 5 million ishlar bo'lsa kerak Toshkentda. Aniqini bilmayman, kim bilsa kommentariyaga yozib yuboringlar. Xo'p, maqsad shuki, savol shuki, xo'p mana oyiga 8 million, 10 million pul topyapmiz. Nimaga biz xafamiz? Nimaga shunda ham bizi problemalarimiz ko'p, problemalarimiz tugamaydi. To'g'ri, hech kimda problema tugamaydi. Lekin nimaga shu muammo hamma odamlarda, taksistlarda shu muammo. Kimdir mashinasini kreditga olgan, variantga olgan, $400, $500dan kimdirlar to'laydi, kimdirlar 3 million to'laydi, kimdirlar 4 million, kimdirlar 5 million. O'sha hammasi o'sha mashinani qanaqa olganiga hisob. O'shalarni ham to'layapti, kimdir kechikyapti, kimdir to'lalmayapti. Hammasiga sababchi nima sabab? Shu variantga mashina olganimizmi yo taksichilik qilib turganimizmi? Muammo nimada degan savol. Muammoni men o'zim bilganchalik, o'zimdan kelib chiqib, tajribamdan kelib chiqib, shu sohaga necha yillardir vaqtimni, umrimni berganimdan hozir shunday vaziyat bo'lib qoldiki, sizlar bilan o'rtoqlashgim kelib, kommentariyalarni har bittasini o'qiyman. Kimdandir nimadir o'rganaman. Men ham o'rganuvchiman sizlarga o'xshagan. Hamma qatori o'rganuvchiman. Nimaga bizda taksistlarda barakamiz yo'q? Balki klientlarni norozi qilib olyapmizmi pulni? Endi hammada bas, lekin mana men moykada gaplashaman taksi akalar bilan, gaz zapravkalarda turib qolganda, chunki atrofingizda bo'lgandan keyin so'raysiz, aka ish qalay, yaxshi, kimdandir nimadir o'rganishni maqsadida so'raymiz. Uklon yaxshimi? Yandex yaxshimi? Yangi ochilgan Viber's yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Qaysi taksi parkda ishlash yaxshi? Shularni so'raymiz-da o'z-o'zidan. Pashti hammamizda problema bir. Hammada problema pashti plus minus bir xil. Nimaga? Nega? degan savol paydo bo'ladi. Endi bunga o'zimcha bilganchalik agar noto'g'ri bo'lsa kommentariyada yozinglar, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deylar. Taksi odam shundayki deb o'ylayman, men o'zimcha kuniga 400 ming, 500 ming pul topamiz. Mana bu yerda eng katta biz dushmanimiz, men o'zimni shaxsiy fikrim bu, svoboda, erkinligimiz. Biz 20 kun ishlaymiz deymiz, lekin xohlagan paytda ishga chiqishimiz mumkin. Bir kun yaxshi bo'lsa ishonib qolamiz, ertaga ham yorvoraman deb o'ylaymiz. Keyin ertaga zo'r deb yorvoraman deymizda, ertaga xullas bizda nima bo'ladi? Problema yanada katta bo'ladi. Endi mana bunday deylik. Kecha, bugun, ertaga. 3 ta nima bo'lsa, mana kecha, bugun, ertaga bo'lgan bo'lsa, kecha biz nima qildik? Ertaga yorvoraman dedik. O'sha bugunga keldik.
bugungi o'sha nagruzka bilamiz, chunki otvetlarimiz bor, berishimiz kerak, yolvorishimiz kerak. Bugun yolvorishga harakat qilyapmiz-da, o'sha biz bugun kecha, bugun kelajak bo'lgan-ku. Kelajakka biz nagruzka bilan kelyapmiz. Bizda kelajak doim og'ir kelyapti. Nimaga ertaga yorvoraman degan ma'noda-da. Endi ertaga ko'p ishlab o'rnini to'ldirib yuboraman. Bugun o'shqamanmi, ertaga zo'r bo'ladi. Ertasiga ko'p soat ishlaymiz, ertasiga charchab qolamiz. Biz doim meni o'ylashim bo'yicha biz kutuvlarimiz katta, kelajakka doim nagruzka bilan, bo'ynimizda katta nagruzkalar bilan boramiz. Meni o'ylashim bu, meni shaxsiy fikrim. Yana hammada qanaqa bo'lsa iltimos kommentariyaga yozinglar. Nimaga ishtiroklarga tushamiz? Tushmayman degan shopirda o'zi yo'q. Kimdir ko'proq tushadi. Bir do'stim bor, Qorabayr, 11 million skitkasi bilan turibdi hozir. Men o'zimda 2 millioncha ishtirokim turibdi. Nipga chiqib ketgan. Ikkitasini to'ladim, qizillarga tushdim. Iloji yo'q, xayol, ming xil tushdim. Ularni to'lashim kerak. Kvartiram bor, $250 plus kommunalniy. Endi guruhi 3 million. Uyga kuniga kamida ketadi. 100 ming so'm, 150 ming so'm, 100 ming so'm Toshkentga ketadi. Yeb-ichtingizga ketadi, oilaviy kelganingizdan. Endi men plyusdamanmi, minusdamanmi? Eng qizig'ini aytaman. Shunday voqea bo'ldi. Biz shopirlar yugurishga qilganmiz. Do'stim o'sha bir ikkita shopirlar 7-8 gruppamiz bor, o'zimiz lichniy gaplashib bu qilamizda. Bunga qarasam o'sha Qorabayr do'stim bilan trek Onyx yuradi. Qarasam bir kun qolibdi-da nimasiga. Dedim, do'stim dedim, davatga yurishga uyushtirib olaylik dedim. Men ishtirofimni to'lab olaman dedim-da. O'sha qizil bilan tezlik ikkovsiga bir kundan qolib chegirmasida. 600 qanchami? Xullas 7-8 ming 9 ming pul to'lashim kerak. Igrushka qildik, 5-6 kishi oldim igrushkani. 3 kishi o'ynayapmiz. Shu kaklar 9 ming kerak. 3 kunni tugatamiz. Kuniga 300 mingdan. Oldim igrushkani, qor yoqqan kunim. Yurishgan oldim, ishtirok to'ladim. O'spet qildim. Hanna yarim pulini to'ladim, o'spet qildim deb, hali yarim to'lab ham xursand bo'lar ekanman. Hech to'lalmaganimni двойной to'ladim, 9 ming emas, 1,8 ming to'ladim. Xullas nima bo'ldi? To'ladim o'sha kuni, kechqurun to'ladim. Endi ertalab vaqtli uklonga chiqaman, bonuslari bor. Bonuslarni olaman, uklonga chiqaman dedim. Keyin nima bo'lyapti? Bitta boshdan o'tatdim, qizdirdim, hammasi chotki, zo'r. Bir joyga to'xtadim, asnovkaga suv olamanmi deb to'xtadim. Azondan soat 5 da bo'lib turgan olib qo'yay. Suv ko'tarilib ketib qoldi. Kedim, antiskam edimmi ekandim, ochdim. Radiator qo'yib yuborgan. Gentra radiator qo'yib yuborgan. Ishtiroflar to'ladim, pulim endi bor, kvartiraga yig'ib qo'ygan pullarim bor edi uyda. Ertalab soat 5 ustaxona topamiz. Magazin kofe zapravkadan so'radim. 450 ming, 480 mingga qilib beraman. Plus antifriz, plus usta haqi. Xullas 700 ming pul ketdi. Yo'q joydan. Nimadan? Konsolka nima bo'ldi? Yangi radiator bosdim. Konsolka termosdan ochmay qolgan, qizib ketib, o'sha slabi joyidan radiator tepasidan plastmassasidan qo'yib yuborgan. Shu bilan mana 700 ming so'm rasxod bo'ldi. Ikkinchi kvartirani puldan olib ishlatdim-ku. Oyda oxiri kakras kvartiraga pul to'lash kerak. Yana men robot bo'lyapman, yana ishlayapman. Uyqularimda, halovatimda. Chunki ko'proq ishlashim kerak. Men hisobini qilmaganman-da, mashinam buzilmaydi deb o'ylaganman. Hamma narsasi zo'r deb o'ylaganman, lekin yo'q joydan pak qilib rasxod qildi. To'ladim, kvartiralarni bir ikki kun kechga qoldirdim, to'ladim. Xullas shunaqa, konsa oyda oxiriga borib shunaqa bo'lyapti. Meni kreditim yo'q, mashinaga kredit to'lamayman. Variant bas mashinam. Lekin baribir shunda ham yetishmovchilik. Chunki bu mashina variantga olgan paytimda to'lab yurardim. O'sha paytda ham o'sha problema, mashina o'zimniki bo'ldi, hech kimga endi to'lamayman desam ham o'sha problemalar. Menimcha o'ylaymanki, bu sohadan bastur deb o'ylayapman. Bu ma'naviyatimizdandir, miyamizdandir balki deb o'ylab qoldim akalar. Svoboda deganda keyin bilasizmi, salchi plus ko'payib ketib qolsa, 1-2 million bo'lib qolsa, hali ish yaxshi bo'lmayapti, koeffitsient tushib ketdi, narx yaxshi bas, tapchika qilib yuboryapti, bu deyish boshlanadi. O'sha organizm charchagandan keyin qorinlar chiqadi, yurishimizda, turishimizda, yeb ichishimizda hammasi noto'g'ri deb o'ylayman.
hammasi noto'g'ri deb o'ylayman. Do'stlar, nima qilamiz? Qanaqa qilamiz? Oson ishni o'zi yo'q. Ko'p nolaymizmi balki, bilmadim. Nolishni yig'ishtirish kerak ekan. Keyin men уже yana sekin o'zimga kelib olishga harakat qilyapman. Hali stress, klientlar bilan jahl qilishlarni yig'ishtirishimiz kerak do'stlar. Taksist odamni energiyasi, agar bitta energiyani ketkizdirib qo'ysak, bizni kun bo'yi ishlashimizga ta'sir qiladi. Yutqizyapmiz-da. Nima deyishga ham hayronman. Kimda qanaqa takliflar bor? Qachongacha shu taksi qilamiz? Bu sohani yig'ishtiramizmi? Hammamizni xayolimizni yig'ishtirish. Bugun bir akam bilan ko'rishib qoldim. Sesonch forumiga yozibdi, boshqasiga yozibdi. O'tib ketdi deydi. 4 millioncha shtraf ham chiqardi shekilli menimcha deydi. Sudga chaqirdi. Qoraqalpoq dedim, kelolmadim deb dardan aytib, Rossiyaga ketaman shekilli, dastavka qilaman shekilli deb yotishibdi. Hammani problemasi taksistlarda почти bir xil qo'linchamiz bor. Bilmadim akalar, kimdir propanda, kimdir metanda, xudoga shukr metanda quyapmiz. Biznda ham xudoga shukr turizm ishlamadik bas. Lekin o'sish yo'qmi deb o'ylayapman-da do'stlar. Mana videolar qo'yib turardim oldin, videolarim ko'rilib, like bosib turilardi. Bugun Yandex soldim. Yandex ham zo'r xudoga shukr. 2 soatmi ishladim, 200 mingchami pul ishladim. Soati 100 mingdanmi tushdi o'sha pik paytida. Yomg'ir yog'vordi, mashinani chiroyli qilib mo'yka qilgandim bugun. Hamma narsa oshib ketgan. U Lamonga bordik, 35 ming bo'libdi yarimta Lamon. Non choyi bilan o'zi 40 mingdan bo'lyapti. 18 ming edi. Bundan 2 chul oldimda. Nima qilamiz do'stlar? Qanaqa qilamiz? Birlashib, hali kommentariyaga yozinglar. Nimalar qilaylik? Qanaqa ishlar qilsak bo'ladi? Yo 50 ga kirganda ham titirmoli tashab, qayerga bolam deymizmi? Endi hozir ham tashlab keta olmaymiz-da bu sohani, chunki tirikchilik, ro'zg'or bor. Yo, hali через не хочу ishlaymizmi taksida bilmayman. Hamma taksistlar xohlamaydi taksi qilishni, majburlikdan qiladimi bilmayman. Yengil ish deb o'ylaydi ko'pchilik taksichilikda. Yengil bas lekin, yengil bas. Mana uklonda yotibdi. Uklonni yoqqadim yo'q. Ishga deydi uklon. Kecha 24 zakaz qilish va shu it azobi bo'lib ketdi lekin. 46 ming so'm, 55 ming 15 kilometrga beryapti. 8 ming plus qo'shuv. Yandex yaxshi ekan baribir. Probegim hozir aytaman qancha bo'ldi probegim. 68 kilometr bo'ldi. 100 kilometrda 300 ming bo'lyapti. Probeg kam chiqyapti. Do'stlar, kommentariyaga yozinglar. Chiroyli hali kontentlar, videolar qilaman inshaalloh. Chunki iPhone'da shunga olganman-da, shu YouTube'ga video qo'yaman, sizlar bilan yaqinlashaman deb iPhone'da ham olganman. Buni ham aybim variantga olganligimni bilmayman, shu ham qiynab qo'yaptimi. Nasiya savdo qilib. Do'stlar, asa gaplashishim kelyapti-yu. Baxtli nomi demanda. Ma'noli gap gapirdimi, hozir foydasi yadimi, birovga tegmaydimi bilmadim. Taksi park ishlayapti otaxongu. Kim ulanmoqchi bo'lsa 0.3% bo'lib qolgan. 0.3 vaqti bepul degan. Haftada bir kun bot ishlamay qoladi. Haftada bir kun ishlamay qoladi bot. 8 soatgami, 10 soatgami ishlamay qoladi. Hammaga sog'lik, salomatlik, Xudo xolasa birgalikda sekin-sekin rivojlanib, yaxshi ishlarga o'tib ketamiz inshaalloh.
million sudda qiladigan paytlarimiz ham keladi, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.